12-15 oy. Chaqalog'ingiz birinchi tug'ilgan kunni o'tkazgach, rasman go'daklik davri boshlanadi. 12 oylikdan 15 oylikkacha bo'lgan davrda bolalar odatda harakatchan bo'ladi. Mustaqil yurishni o'rganadi, qiziquvchanlik bilan atrofni o'rganadi va ota-onalarni band qiladigan usullar bilan dunyosini kashf etadi. Harakatchanlik oshishi bilan mustaqillik ham ortadi. Ammo shu bilan birga yo'l-yo'riq va ishonchga bo'lgan ehtiyoj ham kuchayadi. Shifokorlar kichkintoylarning kutilganidek rivojlanayotganini kuzatish uchun rivojlanish bosqichlaridan foydalanadi. Shuni yodda tutish kerakki, har bir bola o'z sur'atida rivojlanadi va ba'zilari ayrim ko'nikmalarga biroz ertaroq yoki kechroq erishishi mumkin. Chala tug'ilgan chaqaloqlarning rivojlanish bosqichlariga yetib olishi uzoqroq vaqt talab qilishi mumkin. Bu normal holat hisoblanadi. Agar kichkintoyingiz o'sishi yoki qobiliyatlari haqida tashvishlanayotgan bo'lsangiz, doimo shifokoringiz bilan maslahatlashing. 12-15 oylik bolangiz qancha o'sadi? Bu bosqichda o'sish chaqaloqlik davriga nisbatan sekinlashadi, ammo bir maromda davom etadi. O'rtacha hisobda 12 oylikdan 15 oylikkacha bo'lgan bolalar oyiga taxminan 200-300 gramm yarim funt vazn qo'shadi. Bo'ylari har oyda 1 santimetrga yaqin o'sadi va bosh aylanasi oyiga taxminan 0,5 santimetrga kattalashadi. Shifokoringiz farzandingizni o'z individual o'sish chizig'iga muvofiq rivojlanayotganini nazorat qilish uchun uni vazni, bo'yi va bosh o'lchamini o'sish jadvali bo'yicha kuzatishda davom etadi. 12-15 oylik bolangiz bu yoshda nimalarni qila oladi? Bu bosqich harakat va muvofiqlashtirish ko'nikmalarini egallash davridir. Ushbu davrda kuzatiladigan ba'zi umumiy qobiliyatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ishonch bilan yurish, ammo ba'zida hali ham muvozanatni yo'qotish, narsalarni olish uchun cho'qqayish va yana tik turish, qo'llab-quvvatlash bilan yoki qo'ldan ushlab zinapoyadan ko'tarilish, musiqa ostida raqsga tushishi yoki tebranish, qisqa masofaga yugura boshlash, barmoqlar bilan ovqatlanish va qoshiqdan foydalanishni boshlash, biroq hali ham tartibsiz ravishda. Stakandan ichishni yaxshiroq boshqarish, narsalarni idishlarga solish va ularni qaytarib olish. 2 yoki 3 kubikdan iborat oddiy minorachalar qurish, rangli qalamlar bilan chizish yoki doiralar chizishga taqlid qilish. Aniq nishonga olmasa ham to'pni ota oladi. Shu paytlarda birinchi oziq tishlari chiqayotganligi sababli bir necha kun davomida bolani uyqusi yoki ishtahasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 12-15 oylik bolangiz nimalarni ayta oladi? Kichkintoyingiz tovushlarni ma'no bilan bog'lashni o'rganishi bilan nutqi rivojlanadi. Bu bosqichda ko'pchilik bolalar oyi va dada so'zlaridan tashqari 4-6 ta oddiy so'zni ayta oladi. Tovushlar va hayvonlar ovozlariga taqlid qilishga harakat qiladi. Ko'rsatish, qo'l siltash yoki yo'q deb bosh chayqash kabi imo-ishoralardan foydalanadi. Ayta oladigan so'zlaridan ko'ra ko'proq so'zlarni tushunadi. Masalan, so'ralganda o'yinchoq olib kelishi mumkin. 12-15 oylik bolangiz nimalarni tushuna oladi? Kichkintoylar atrofdagi muhit va narsalarni ishlashini ko'proq anglay boshlaydi. Ular menga koptokni ber kabi sodda va bir bosqichli ko'rsatmalarni tushuna boshlaydilar. Kitoblardagi tanish narsalarni tanib, so'ralganda ularni ko'rsata oladilar. Soch tarash yoki qo'g'irchoqni ovqatlantirish singari kundalik faoliyatlariga taqlid qiladilar. Ota-onalar yonlarida bo'lmaganda ko'rpa yoki o'yinchoqdan tasalli topishga intiladilar. 12-15 oylik bolangiz boshqalar bilan qanday muloqot qila oladi? Bu yoshda ajralish xavotiri qayta paydo bo'lishi mumkin. Ko'plab kichkintoylar ota-onalarga yopishib olishadi, begonalardan cho'chiydilar yoki ota-onasi xonadan chiqib ketganda yig'lashadi. Ular kukku o'yini, xayrlashib qo'l silkitish yoki koptokni bir-biriga dumalatish kabi o'zaro muloqotli o'yinlardan zavqlanishadi. Bu yoshdagi kichkintoylar boshqa bolalarni yonida o'ynay olsa ham, lekin bevosita ular bilan uzoq o'ynay olishmaydi. 12-15 oydagi uyqu. Ko'pchilik yosh bolalar kechasi 10-12 soat uxlaydi va kunduzi hali ham 1-2 marta qisqa uyquga muhtoj bo'lishi mumkin. Tish chiqishi yoki ota-onadan ajralish xavotiri tufayli kechasi uyg'onib ketish holatlari ham kuzatilish ehtimoli bor. Ammo muntazam uyqu tartibi yosh bolalarga o'zlarini xotirjam his etishga yordam beradi.
Nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Har bir bola o'z sur'atida rivojlanadi. Ammo agar 15 oylik bolangizda quyidagi holatlar kuzatilsa, shifokoringiz bilan maslahatlashing. Yurishga urinmayotgan bo'lsa, tayanchsiz tura olmasa, ko'rsatish yoki qo'l siltash kabi imo-ishoralardan foydalana olmasa, birorta so'z ham ayta olmasa, atrofni o'rganish yoki boshqalar bilan muloqot qilishga qiziqish bildirmasa. Ota-onalarga maslahatlar. Xavfsiz joy bilan ta'minlang va itaruvchi o'yinchoqlar taqdim etish orqali bolani yurishga undang. Turli xil qo'lda yeydigan ovqatlarni taklif eting va kichkintoyingizga qoshiq bilan ovqatlanishni mashq qilishga imkon bering. Har kuni kitob o'qing va so'z boyligini oshirish uchun narsalarni ko'rsatib bering. Taxlash, to'ldirish va bo'shatish mumkin bo'lgan o'yinchoqlar bilan ta'minlang. Ovqatlanish va doimiy uyqu tartibiga rioya qiling. Ajralish paytida bolani tinchlantiring. Qisqa xayrlashuvlar kichkintoylarga ota-onalar qaytib kelishini tushunishiga yordam beradi.